Soliq qo'mitasidan sizni firmangizga kelgan har bir xatlarni albatta ko'rib turing. Firmangizga nisbatan qandaydir ogohlantirish xatlar bo'lishi mumkin. Agar siz boxabar bo'lib qoladigan bo'lsangiz, soliq qo'mitasi ertaga asos sifatida mana biz sizga xat yuborganmiz. Ko'rmagan bo'lsangiz bu siz aybingiz deyishlari mumkin. Misol uchun mana ko'rib turibsiz, yaqinlashtiring. may3.soliq.uz kiramiz. Kirgan vaqtda biz bu yerga mana ko'rib turibsiz, firmangizni tanlaysiz. MCC bo'ladimi yo bo'lmasam yakka tadbirkormi? Masalan, men yakka tadbirkorni belgilayman va bu yerda mana firmani yakka tadbirkorni belgilab kiramiz. Bu yerda parolni so'rayapti. Parolni teramiz. Parolni tergan holatda kirildi. Ko'rib turibsiz, oynada ko'rsatib turibdi. Sizga tegishli inspektor, ikkita inspektor bo'ladi. Mana har birlari familiya, imo, ishtibolar, telefon raqamlarigacha mana ko'rsatilgan. Bu yerda mana Toshkent shahar Sergeli tumani Ziynat mahallasi inspektori, bu bizga qarashli inspektor va bulardan soliq qo'mitasidan keladigan xatlar qayerda bo'ladi? Mana ko'rib turibsiz, munosabatlar degan joyga kiramiz. Munosabatlar degan joyga kirganimizdan keyin mana ko'rib turibsiz, chap tomonda oynada hamma ma'lumotlar bu yerda xatlar ko'rsatilyapti. Mana qaranglar. Mana xabarnoma, mana xabarman, bu xabarnomalarni men o'qib chiqib bo'lganman. Menga ogohlantirish xati kelgan. Misol qilib ko'rsatay sizga. Mana ogohlantirish xati qanaqa? Bu ogohlantirish xatida markirovka mahsulotlarni siz urmasdan sotyapsiz. Biz sizni ogohlantiramiz. Mana shu mahsulotlaringiz, markirovka mahsulotlaringiz markirovka qilib, integratsiya qilgan holatda soting deb. Mana qarang, yaqinlashtiring. Xatda mana. Ogohlantirish xati mana Abdullajonova DAga ogohlantirish xati berilyapti. Markirovka shuni ur mana kassa chekida markirovka kodi mavjud emas. 63 dona soni, mahsulot sonini aytayapti. 63 ta mahsuloting markirovka urilmagan holatda sotding deyapti. 883 degani bu 883 ming so'mlik tovaring o'sha markirovka qilinmasdan sotildi. Biz seni ogohlantiramiz, deyapti. Mana shunaqa xatlarni siz ko'rib, albatta bilib turishingiz kerak. Ertaga Xudo ko'rsatmasin, bilib bo'lmaydi. Sudga chaqiruv qog'ozi ham sudda mana shu kabinetingizga kiradi. Buxgalterim bor deysiz-ku, buxgalteringiz ham 1000 tishi bor. Mana shu xatda mana sizga namuna sifatida ko'rsatyapman. Mana menga ogohlantirish xati kelgan. Biz buni inobatga olgan holda markirovka mahsulotlarimizni integratsiya qilmagan bo'lsa, integratsiya qilamiz. Menga bu xat qachon kelgan? Mart oyida kelgan. Men o'sha aprel oyida hammasini chotki qilib, integratsiya qilib, markirovkasi bilan o'sha sotyapman. Endi Xudo xolasa menga bundan buyog'iga xat kelmaydi. Va undan tashqari menga yana bitta xat keldi. Biz aprel oyidan oldin biz o'zimizning firmamizni, skladimizni tozalab olish maqsadida biz ularga murojaat xati yuborganmiz. Murojaat xatimizda skladimizda qolib ketgan tovarlarni skladdan chiqarib berishingizni so'raymiz deganmiz. Endi u xatlarni qanaqa yozishni men sizga tafsilotli tushuntirib beraman. Mana ko'rib turibsiz, yaqinlashtiring. Mana ikkinchi firmamizga, Begzor Market firmamizga mana sklad 00000 qilib bizga murojaatimizga javoban 0 qilib berdi. Soliq qo'mitasiga kattakon rahmat. Ularni tashabbuslari bilan biz skladimiz hozirgi kunda bo'sh, bemalol ishimizni davom ettirsak bo'ladi. Yana pul o'tkazma yo'li bilan mahsulotlarni sotsak ham bo'ladi. Skladda qolib ketgan tovarlar qanaqa? Bu haqiqatda biz o'sha mahsulotlarni o'zimiz ehtiyojlarimiz uchun ishlatib qo'yganmiz. Shuning uchun chiqim bo'lmagan. Shu tovarlarimizni biz minus qildik. Iloji boricha kabinetingizga kirib, kelgan xatlarni har birini ko'rib olishingizni maslahat beraman. Ertaga dodlab yurmang. Bu sizning xatoyingiz bo'ladi. Doimo e'tiborli bo'ling. Nima savolingiz bo'lsa, komment yozib keting. Meni xizmatlarimdan foydalaning.